Voy, potpichilar, O'zbekistonda hali bunaqa aksiya bo'lmagan. Qanaqa aksiya bo'lyapti? iPhone yutib olishni xohlaysizmi? Ha? Keling unda. Bo'pti. Aksiyamizda 300 ta sovg'a bor. Birinchisi 50 ta AirPods. Undan tashqari 50 ta smart soatlarimiz ham bor. Yana-chi? VR shlem, Powerbanklar, velik va skuterlar uchun holderlar, Veligim yo'q-ku. ofis uchun podstavkalar, Tarozi ham bormi? tarozi ham bor. bolalar uchun planshetlar, Musiqani sevuvchilar uchun kolonkalarimiz ham bor. 50 ta original quloqchinlar ham bor. 5 xil Android telefonga nima deysiz? Shu xolosmi? eng katta sovg'amiz 5 ta iPhone ga nima deysiz? Bu sovg'alar qanaqa qilib olaman? Bu sovg'alarni yutish uchun eng kamida 1 million telefon xarid qilasiz va o'yinda ishtirok etasiz. Bu barabanda 300 ta sharimiz bor. 300 ta sharimiz tugaguncha davom etadi aksiyamiz. Bu shariklarning nima aloqasi bor? Telefon sotib olganingizdan keyin ichidan bitta sharig olasiz. Ichidan qaysi sovg'a chiqsa siznikida. Yana bitta narsa qo'shaylik. Nima qo'shib beramiz? Kommentariyada eng ko'p do'stini belgilagan 5 ta obunachingizni tanlab shu aksiyada bepul ishtirok etkazaylik. Bo'ldi, gap yo'q, kelaverasizlar. Lakasamiz Farg'ona viloyati Bo'y tumani Yanqo'rg'on shaharchamiz Apple 3 ta 7. Kelaverasizlar, jo'lli vag'i.